Dandere Temple degan joyga keldik. Biletini oldik. 300 so'm. Bizda $6 ekan. Chetdan kirdik. Shunaqa narsa bor ekanda. Kirishda shunaqa joy bor ekan. Betam oldin bino bo'lgan shekilli. Mana yozib qo'yibdi. Bu Dandere arxeologik markazi. Aytishicha bu Xatxor degan xudosi bor. O'shanga atab qurilgan joy ekan. Bu Xatxor adashmasam Molu. O piramidani, katta piramidani anos bor, Xufu degan. O'shan davrdan beri shunga sig'inib kelishgan va buni joyini o'zi esa mana Kleopatra dadasi tomonidan, Ptolomey 12-tomonidan miloddan avvalgi 54-yil asos solingan ekan. 54-68-yillar davomida qurilgan. Bu bino asosiy bino, uning ichi nima deb tushuntirishyapti. O'sha asosiy bino mana shu. Narsa ichib ketadi. Boramiz işte. Kirib keldik, yetib keldik. Hamma yo'l buzilib ketgan. Aytana g'ishlarda, oddiy g'ishlar. Bu bunaqa g'ishlar qurishgan shekilli edi, keyinchalik. Yo'q, bu zamonaviy ekan. Boshlanish etladi yana. Shuncha ibodatxona nima keragi bor ekan? Ha, mayta rangli, rang qopda olib ko'rinayotgan misolga. Xullas mana kirishimizda. Nimadirlar bor har tomonida. Az ochiq muzey degan joy shu yer ekan. Kallalar turibdi. Har xil narsalar. 4 tomonga qaragan kalla. Bu bir boshqacha. Bu qattiq toshdan qilingan haykal, qora toshdan qilingan. Bitta mana bitta molchalar. Bu cho'chqachaga o'xshaydi. Kallasi yo'q mollari. Mana bitta bu nima bu? Hanumanmi bu? Kim bu? Qanaqadir odam. Asosiy statuetka. 4 bo'lgan menimcha. Bitta tomoni qolibdi. O'ylab qoladi. Shuncha qiynalib qilganda shu qayerdaga bitta molni o'ziga xudo deb. Mana shetlarga o'zlarini sarkofag ko'mishgan. Endi bu o'ng tarafda nima bor? Shundan ko'rib chiqaylikchi. Shetdan kiravergan. Selam. Selam. Hech narsa qolmadi. She's feeding them, and that's how they would prove that they were Egyptians, and that's how they were accepted. Mana bu yerda hozir bizdan boshqa hozircha hech kim yo'q. Yunonlar paytida qurilgani uchun Misr usulida emas, Yunonlar usulida qilingan va ularni tadqiq qilganini isbotlash uchun mana bu yerda xudolar как будто bolasini emzyapti. Ularga mana hammasi shunaqa. Xudolar bular bolasini o'zi ko'tarib katta qilgan. Bu xudo bu. Qo'ldagi u yerni shohi Ptolomey deganlari. Boshqacha usulda qilingan. Bunaqa narsa odatda Misrda qilinmagan. Mana bu tarafida xudolar qo'lda ko'tarib katta qilyapti har bittasini. Bunday ham shunaqa. Kichkina bolacha emas, hatto u endi xudoni qo'ldagi Ptolomeylarga tepada ham bor. Onasi Misrcha usulda emas. Oldingi shu greklar usulida tushuntirishgan. Bu yerdan chiqishda ozgina naqadir joy bor ekan. Mana bu yoqqa kirib olib mediatsiya qilishganmikin, nima deydi? Bu hayot ramzi tirilgandan keyin tirildi.
haligi odam, ayam sifatidagi odamning rasmlari bor ekan. Binoning yon tarafi bunaqa ekan. Tugaganda ozgina ayvonchasi bor ekanda. Bu yerdagi rasmlar menga yo'q. Bu yerda nimadir berishyapti. Bu yerda boshida quyosh turibdi. Qush. Hammasi shunaqa bir xil rasmlar. Ozgina farqi bor ekan. Mana bu yerda malika bilan qiroli ikkita anasi xudosi qo'llab-quvvatlayapti. Bu turbicha ot o'ralgan ekan. Mana yerda ham rasmlar bor ekan. Ha, bitta vertolyot bor edi, vertolyot. O'shani topish kerak aytganchi. Mana shu yerda hammasini tushuntirishibdi. Rasmini qo'yib. Mana buni aytayapti. Mana o'qib bo'ladi. Xullas shohni tug'ilgani, uni o'zlari katta qilib, xudolar katta qilib, emizib deyapti. Keyin shohlik funksiyasini unga mas'uliyatini yuklagan deyapti. Keyin pastda bazilika degani bu mana bazilika. Kanisa, nima deydi? Cherkov. Ha, cherkov. Bu cherkov 4-5-asrda qurilgan ekan. Bundan pastda mana Mamisi deb qo'yibdi. O orqasida buni u 380-yil miloddan avval 380-yil, ya'ni Aleksandr Makedonskiydan ham oldin qurilgan ekan. Xullas bu joy qurilishidan oldin ham qurilgan joy bor ekan. 3 xil din turibdi. Qarasang, mana Yunonlarniki, Misrlarga o'xshaydi dini. Bu o'sha qurgan Misrlarniki, bunisi Misrlar usulida, bunisi cherkov. Bu cherkov ichida hech narsa qolmagan. Kanisa deyapti arabchada. Bazilika deb qo'yibdi. Nimadir bor haqiqatda cherkovda. Kirish. Cherkov 4-5-asrda qurilgan deyishyapti. Buni orqasida bu joy undan ham qadimgi joy deyilyapti. Kiralikchi. Ko'radigan eshitma yo'q ekan. Bekor vaqt ketadi. Xullas yetib keldik bu kiradigan joyimiz. Ish tepasida ana ko'k rang. Mana kamerada ko'rinadimi? Movi deydimi, osmon rangi. Ko'k hammasi saqlanib qolibdi. Odam to'la. Kolonnasi katta ekan bu, menimcha. Sirdab degan joy ekan, Shukran. Maxsus biz uchun ochib berishdi. Elchi deb o'ylayapman. Bet hech kim uchun emas ekan. Endi yo'qib oldik. Mana ruxsatnomani ko'rib kirgizib yuborishdi. Bilmadim nima ekan bu. Sirdab deydi. Mendan boshqa hech kim yo'q. Yaqinda 3 ta bor deyapti. Tabii tushunmadim hech narsani. Qulf bizni sho'rsiz. Xullas katta kolonnalar ekan, baland yana, rasta baland. Farqi ustida odamni rasmi bor ekan. Hammasini buzib chiqishgan. Ular nima aytdi, mana rasmlari ko'rsak buzib chiqishgan. Ko'rinmasin deb. Ya'ni buni ko'pincha birinchi xristianlar qilgan. Bu dinimizga qarshi, ular din, yolg'on din. Xudo emas bular degan ma'noda. Keyin musulmonlarni davom ettirishgan, qolib ketganlari.
Har bitta xonasiga kirish iloji yo'q. Mana masjidda pastki tarafi شوف تعال تعال bunaqa erib ketgan zinapoya deyiladi. Qadimgi bo'lgani uchun qo'shni ko'rish kelganda ha, chegiramiz a? Kraliçe ve Travolta. Bu bitta qaysidir etaji? Ha, yetishtirma yo'q, xullas. Davom etamiz. Tashqariga chiqadigan joy bor ekan. Tomga chiqib ketdik menimcha. Amaliyotda qo'lini ko'tarib olibdi menimcha. Tirik bo'lgandek paytda boshqacharoq so'zlaymiz. Bu tarafiga o'taylikchi. Teshiklar bor pastki etajdagi xonlarga yoritish shu menimcha. Ha, mana shu joylar. O, pastga kirib ketgan joy bor ekan, hozir kirib ko'ramiz uni ham. Mana ko'raylikchi nima bor ekan. Mana yerda kirishda zo'r narsa bor ekan. Mana shu narsa. Bu narsani originalni Fransiyaga olib ketgan, adashmasam, ko'chirib ketishgan. 12 ta oyni muchalli keltirib chiqishganda, mana 12 ta oy kopiya bu. Xudolar osmonni ko'tarmang. Hala, musiqatalik. Asıl odamlar bor ekan. Argan Louvre'da ekan. Fransuzlar olib ketgan. Hamma yoqda bunaqa narsalar turibdi-da, mana havo aylanadigan. Sovuq kirib, sovuq chiqyapti. Mana ushlab ko'rsangiz, shuvlab sovuq chiqyapti. Ha, charcham ketdi. Sath, ya'ni roof nima deydi, tom deydimi? Shu joyni tushuntirishibdi. Kiramiz desak, qani. Sorry, Anas. Rasmga tushalik, charchatib o'tishdi o'zi. Mayli ekan, bu dasturga chiqadigan.
Ha, tushundim. Hozir biz chiqdik-ku aylanib. Bu to'g'ri tushadigan joy. Bittasi aylanib chiqadi, bittasi to'g'ri tushadigan joy. Ha, haligini arabchalab desa tushunmabman. Ana biz tez kirib chiqamiz. على تطبيق عندي زايد Tamam, fahim. Tamam. Bir so'ra. Tez kirib chiqamiz dedik. Nafas olish haqiqatda qiyin ekan. Bu taraf ham işte tugaydi menimcha bu yerda. Kim bu taraf? Ha. Boshqacha. Ne bet hech narsa yo'q. Betimiz kirdik. Bet qorayib qo'ygan nimagadir. Chiqamiz. Bunaqa tepaga chiqishlar bor ekan. Chiqish shart emasdi, charchadik. Bunga chiqib ko'rdik, hech narsa yo'q. Biz hammasi bir-biriga o'xshaydi. Bitta boshqacha taraf, mana shu yerda bunaqa lampa bor. Mana kabinetda lampani ishlab turishgan deyishadi. Lekin bu lampa emas, boshqa narsa. Bunaqadir. Nimaligini bilmayman-ku. Xuddi nur berib turganga o'xshaydi, lampa yorug'. O'rtadagi ilonmi u bilmadik. Bu pastda nima? Nima bo'lishi mumkin? Satellite bor-ku. O'shanga o'xshaydi. Ko'pchilik qorayib ketganda, bu menimcha yo'q. Bu yerda yong'in bo'lgan oldin. Pajar bo'lgan. Bu orqa tarafida narsalar bor deyishyapti. Kleopatrani bir dona saqlab qo'ygan rasmi bor, o'shani qo'yaylik. Hamma yoq yon tomoni rasmlar ekan. Tepada sher turibdimi? Sherni yarmi chiqib turibdi oyoq. Bu binoni o'ng tarafida bet oldin bo'yaydigan joy bo'lgan ekan. Hamma narsani bo'yab turadigan joy. Ishlash joyi bu. Bitta nimagadir biz uchun ochishdi. Salom. Biraz bu Isis Temple dedi. Isis degan xudosining ibodatxonasi ekan. Mana shu devorlarda hammasida har xil narsalar bo'lyapti. Menga mana shunisi qiziq tuyuldi. Ana bu xudosiga bu fir'avn narsa olib kelibdi. Mana ko'tarib narsa olib kelibdi va narsani o'rtasida ko'ryapsizlar, qulupnay turibdi. Keyin nimadirlar, sabzi, gul, nimadirlar olib kelibdi xullas. Shu yerda Kleopatraniki bor deb aytiladi. Qaysi biri bilmadim endi. O, masjidlardagimikin? Shumikin Kleopatra? Yo, mana orqada deyishuvdi. Mana shu bo'lishi ham mumkin. Mana xullas, mana shu ayol kishi bilmadim, Kleopatramikin? Yo, bunisimekin? Xullas qo'shiq aytib beryapti. Qanaqadir nimadir muzika. Bu nimalar ko'tarib kelibdi. Orqasida mana shu Kleopatrasi orqasida xudolar turibdi har xil.
Bu tarafda xuddi yana shunasi qaytarilgan. Bu tarafga, bunisi bu tarafga. O'rtadan qo'ng'izi haykali. Kleopatrani rasmiy internetdan olganimiz. Xullas, mana yerda Kleopatrada sher turibdi-da. Sher, keyin qush rasmi. Mana yerda ham xuddi shunaqa mana. Sher, pastda assalomu alaykum. Pastda mana sher, keyin qush rasmi, taroq rasmi, hayot rasmi shunaqa turibdi. Mana shu bo'lishi mumkin. Shunda shu shekilli kartoshdan bilinadi kimligi ekanligini. Biz rasmda bir xil bo'ladi. Mana yerda ham turibdi. Mana birinchi sher, qush, nimadir, yana qush. Bu bittada teskari turibdi. Bir sher, keyin taroq, qush, qo'l, qush. Shunaqa narsada. O'sha bo'lsa kerak deymiz, nima qilamiz? Yaqindan qarasangiz chuqur-chuqur qilishganda, ataylab. Nimaga hech kim uni kovlab o'zgartira olmasin deb. Yalang qilsa o'zgartira olishganda, chuqur-chuqur o'zgartira olmaydi. Bo'ldi, tugadi. Xayr, kelib turinglar.